Ko'zim shakli ikki xil edi. Chap ko'zim bilan o'ng ko'zimda farqi bor edi. Keyin ozroq grijalari bor edi. Azizlar, bizda Singapur amaliyotdan keyingi borig'i 7 kunlik holat, bemorimiz 22 yoshda, ko'zlarning holatini ko'rsatamiz. 7 kun oldin kelganlarda ko'zlarda umuman skladkalari yo'q edi, ya'ni ikki xillik bor edi. Bitta ko'zlarda kichkinagina skladka bor edi, bu ko'zlarda umuman yo'q edi skladka. Bularga o'zlarining xohishlariga ko'ra nisbatan sal chuqurroq skladka yasab berganmiz. To'liq ko'rsatmamizga amal qilganlar, dorilarni vaqtida ichganlar, ovqatlarni yaxshi qilganlar, ko'rasizlar izlarigacha umuman sezilmayapti. Ravnomerniy ishlari qaytyapti. Hech kim 7 kunlik natija deb o'ylamaydi, lekin mas'uliyatli bo'lsa bemorlar shunaqa chiroyli natijaga erishadi va mana bunaqa bizda juda ajoyib natija bo'ldi. Dollarni ham albatta ko'rsatamiz, farqqa baho beringlar va sizlarga ham shunaqa natijalar kerak bo'lsa, albatta klinikamizda kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Surxondaryodan keldim. Sardor Jo'rayevni TikTokda 1,5 yildan buyon kuzataman. Sababi ko'zim shakli ikki xil edi. Chap ko'zim bilan o'ng ko'zimda farqi bor edi. Keyin ozroq grijalari bor edi. O'shani to'g'rilatgani kelgandim. Hozir 7 kunlik natija. Juda ham yoqdi o'zimga. Operatsiyalari og'riqsiz bo'ldi. Yaxshi, o'zimga juda ham yoqdi. Doktor Sardor Jo'rayevni hammaga tavsiya qilaman.